Ko'p kvartirali uyimizning tayanch va to'siq devorlari hech qanaqa loyiha hujjatlarsiz buzilganlik holati aniqlandi. O'zboshimchalik bilan ekspluatatsiya muddati 50 yildan oshgan ko'p kvartirali uyda rekonstruksiya ishlarini amalga oshirgan hamda tayanch konstruksiyani buzgan fuqaroga chora ko'rildi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 4-iyundagi P104 sonli farmoni bilan ekspluatatsiya muddati 50 yildan oshgan uylarda qayta rejalashtirish va rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish taqiqlangan. Shunga qaramay, ayrim mulkdorlar tomonidan ekspluatatsiya muddati 50 yildan oshgan ko'p qavatli uylarda qayta rejalashtirish, rekonstruksiya qilish hamda tayanch devorlarni buzish holatlari kuzatilmoqda. Jumladan, Yashnobod tumani Aviasozlar mahallasi hududida yashovchi mulkdorlardan kelgan murojaat Toshkent shahar hududiy qurilish va joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi mutaxassislar tomonidan o'rganilganda, ko'p xonadonli uy mulkdori tomonidan ekspluatatsiya muddati 50 yildan oshgan ko'p kvartirali uyda qayta rejalashtirish va rekonstruksiya qilish ishlari o'zboshimchalik bilan amalga oshirilgani ma'lum bo'ldi. Mulkdor ko'p xonadonli uyning to'siq va tayanch konstruksiyalarini buzgan. Mazkur holat yuzasidan mulkdor joyida bo'lmaganligi sababli bajarilishi majburiy bo'lgan majburiy ko'rsatma va ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib pochta orqali yuborishi belgilandi. Ta'kidlash kerakki, bu kabi o'zboshimchalik bilan amalga oshirilgan buzish ishlari ko'p xonadonli uyning seysmik barqarorligiga, mustahkamligiga hamda davriyligiga jiddiy xavf soladi. Shu sababdan fuqarolardan so'rab qolamizki, ko'p xonadonli uylarda o'zboshimchalik bilan qayta rejalashtirish va rekonstruksiya ishlarini amalga oshiring. To'siq va tayanch konstruksiyalariga shikast yetkazmang. Aka, qurilish va montaj ishlarini darhol to'xtatasiz.